Har birimizda do'stimiz, dugonamiz, yaqinimiz bor. Shunday do'stlarimiz, dugonalarimiz, yaqinlarimiz borki, ular boy-badavlat. Biz ularni boy-badavlatligi uchun ular bilan gaplashishga, sirlashishga, ularga yaqinlashishga harakat qilamiz. Lekin har bir boy-badavlat bo'lgan inson ham yaxshi insonlar deb aytilmaydi. Chunki deganda shunday insonlar borki, juda ham boy, cho'ntagida juda ham ko'p pullari bor. Lekin ularning ruhi kambag'al qashshoq. Chunki deganda ular vaqt soat kelsa sizga do'stlik qilishmaydi. Ular har bir narsani narxini bilishadi, lekin hech qaysi bir narsani qadriga bormaydi. Insonlarni ruhi bilan mensimaydi. Hammasi tashqi ko'rinishda bo'ladi. Boshimizga bir g'am tushganda hamma boy-badavlat do'stlar ham emas, lekin ayrim boy-badavlat do'stlardan hech qachon yaxshilik kuta ololmaysiz. Chunki ularning ruhi shunchalik kambag'alki, ular o'zidan o'zi qo'rqadi va o'zidan o'zi hayiqadi. Bunday insonlardan uzoqlashishga harakat qiling. Siz agar haqiqiy do'stim bor meni deb o'ylasangiz, unda siz uchun ko'zoynak shart emas. Chunki deganda bu sizning haqiqiy do'stingiz, bu sizning ko'zoynagingiz. U sizga hamma narsani bittama-bitta yuzingizga aytadi. Hamma kamchiliklaringizni aytadi. Ana bu do'stlarni qadrlasangiz bo'ladi. Biz nima qilamiz? Bizni yuzimizga aytgan, bizni kamchiligimizni aytgan, bizni qalbimizni og'ritgan insonlardan uzoqlashishga harakat qilamiz. Go'yoki ular bizning dushmanlarimiz. Lekin aslida hammasi aksincha.